Salom berdik Tılsım muxlislari. Sizlar bilan Arazbek Tildasi kanali. Bugungi videoda eng kuchli, eng arzon top 5 ta futbolchini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin menga like va podpiska bosishni unutmang. Birinchi futbolchi bu Zeo Fernandes. Darajasi 83, ammo juda ham arzon, ya'ni 1900 tangaga sotilmoqda. Juda ham yaxshi chap qanot himoyachisi, 184 bo'ylik. Chap oyoqda o'ynaydi. U 3 ta 100 bo'lishi va 97 bo'lishi mumkin. Kuchaytirilganda maksimalni. Ikkinchi futbolchi bu Nikola Barella. Uning ham darajasi 83. U juda ham arzon, ammo foydali. Markaziy yarim himoyachi bo'lib, uning ham ko'rsatkichlari juda ham yaxshi. Uni maksimal qilganda u bitta pasi 100 bo'ladi. Bu yog'i 3 tasi 90 oralig'ida, 4 tasi 80 oralig'ida bo'ladi. Uchinchi futbolchi bu Jonathan David. Ning bo'yi past bo'lsa-da, lekin anchagina yaxshi futbolchi. Tangalari ham arzon, uning ko'rsatkichlari yaxshi. Uni maksimal qilganda ham mana 100 bo'lmaydi, ammo tezliklari hamma narsasi yaxshi bo'ladi. Buni ham olishingizga maslahat beraman. Keyingi futbolchi bu Barselonaning ajoyib himoyachisi bo'lmish Araujo. Uning hozirgi darajasi 80, ammo avvalgi mavsumda 82 edi. Uni ham maksimal qilganda juda ham yaxshi. Tangalari arzongina. 4 ta 100 bu videoda, ammo 3 ta 100 bo'ladi. Bo'yi 188 sm. Ajoyib futbolchi. Uni ham olishingizga maslahat beraman. Moussa Diaby juda ham yaxshi bo'lgan o'ng qanot hujumchisi. Uning tezliklari va boshqa ko'rsatkichlari juda ham yaxshi. Uning max qilingandagi holati ham yaxshi, ko'rishingiz mumkin. 2 ta 100 bo'ladi. Juda ham arzon. Obuna bo'lishni unutmang.